Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadam avvalda men salomimda, ehtiromatimda o'zbek tibidan tamom millat Afg'onistonga taqdim qilaman va xosatan kasoyki meni shu tibida ko'radi. Avval o'zimni ma'rifa qilaman. Men otim Abdulhay taxallusim vohida, bir ma'lim shu lisey number 2 Gulmiron birkadaman. Asl viloyati Bag'ron ulusvoli birkadan bo'laman. Ulusvoli birka bir ulusvoli 15 ulusvolliq viloyati Bag'londa bor, bir ulusvoli birka, bir ulusvoli ki taqriban aksariyat mardimi menga o'zbeknishin. Ulusvoli birka 4 havzaga taqsim bo'libdi, 2 havzasi 100% o'zbek va bir havzasi taqriban aksariyati mardimay forsi zabon. Bir havzasi havzai markaz deydi. Havzai markazga so'ng ham mardimi o'zbek zindalik qiladi, ham mardimi tojik zindalik qiladi, ham mardimi qavmoy pashtun zindalik qiladi, mushtarakan berdi zindalik qiladi va havzai markazda ham aksariyati mardimi o'zbek zindalik qiladi. Biz shu kitoblardan mutolaa qilibmiz. Til dar haqiqat bir huviyat milli bir kasga. Har kasiki o'zini huviyatini bayat bilsa, bayat tiliga bir arzish qoyil bo'lsa. Til farq qilmaydiki, hamma tiliki sati Afg'onistonda bor yo sati dunyoda suhbat qiladi. Biz hammasiga arzish qoyilmiz. Hammasi bamanzili bir til hisob bo'ladi. Vali har kasning o'zini tili o'ziga bir arzish bo'lagi, bir arzish voqeasi bor ki bayat har kasiki o'zi tilini mahbubiyatligiga, hifziga, farhangiga, rushd bo'luviga tapitaloy zahmat tarsa, ol ko'pdan ko'ra ko'p yaxshi. Jangir gerek ham matrah qildim ki ulusvoli birka bu ulusvoli ko'p aqab uftoda az nigohi farhang, iqtisod, az nigohi mavosilat, jo'ldi hisobidan ko'p bir ulusvoli dur uftoda u mardimoy ko'p farhangdan zaif mardim berda qaror topgan. Ba'd az ki shu necha yil hukumat ki shu irgerek pesh az amorat islomiy jamhuriyat edi. Jamhuriyat ham qaysi tavajjusi munda yo'q edi. Ba'd az ki amorat islomiy ham kelibdi. Mana shu maktabga ki bari fe'lan biz shu maktabga o'qiymiz. Davriy jamhuriyatda bir mazmuni o'zbekcha shu maktabda o'qilg'ich edi. Va ba'd az amorat islomiy kelgandan so'ng o'zbek til ham shu maktabdan bilmayman illatini hech bilmaymiz. Nima illat bo'libdi bir mazmuni o'zbek ham shu maktabdan yo'q, bari fe'lan o'qilmaydi. Kitob 6-sinfgacha basta ulusvoli burkaga kelibdi. Janga irgerek men matrah qildimki, ulusvoli burka 2 havzasi mukammal o'zbeknishin. Maktab bakchilari hammasi o'zbek, ularga bir mazmuni o'zbekcha o'qiladi. Vali bir mavzusi ki havzai fulul deymiz, uni aksariyati forsvon o'rda hech o'qilmaydi. Havzai markazi jangir gerek matrah qildimki, havzai markazda o'zbeki ko'proq. Shu lisey markazi number 2 Gulmiron burka bari fe'lan ki biz yerda men gapiryapam. Bu maktabda 3 mardim berda zindalik qiladi. Qavmi tojik, qavmi o'zbek, qavmi pashtunimiz. Shu 3 qavm shurda zindalik qiladi. Vali davlat jamhuriyati vaqtida shu narsani keldida ko'rdi, nazar va arqom shogird hisobidan bizga bir mazmuni o'zbekcha ijozat berdiki, biz nisobimizda bir o'zbekcha o'qilg'ich edi. Sinfi avvaldan olib to sinfi 12gacha 2 yil bo'libdi bizni nisobimizdan o'zbekcha baxotirki bu yerda hamma mardim dars o'qiladi, tojik ham o'qiladi, o'zbek ham o'qiladi deb shu malhuz uchun bizga dalil aytibdiki, o'zbekcha bu yerda barifelan 2 yil bo'libdi nisobimizda yo'q. Vali mavzui kitob kambuti kitob bizdagi bir sinfi hafta kitobi hafta 8 kami 5 keldi. Vali dav 11 12 hech shavaldan olib to bugungacha hech kitob vujudi yo'q birkada. Jangir gerek aytdimki, bu mavzuga bo ta'assuf aysam hukumat sobiqda ham, hukumat fe'lida ham qaysi anjumanlarda qarafdan, qaysi boshqa tarixdan ham qaysi tashviq bo'lib bizni shoirlarimizniki bu yerda tashviq qilgan imkoni borki, hech yer xolas shoir xolas navisinda xoli bir farhangi yo'q yer yo'q, hamma yerda bor. Vali menga har yerda qopti ustiga bir iki bel to'proq taylanib bo'lish shunday qolingan ki midyolarga va narsalarga zoir bo'lingan yo'q. Bizni shoirimiz bor, narsamiz bor. illat adam tavajjuh shu farhanglar va jo'g'araqlarni halgisidan biz shuni ko'ramiz.
Biz istagimiz, tavaqqumuz, orzumuz javonay tozadan, javonay sobiqadan shulki, bayat yangi ergerek ham aytdim, har kas baxotir himoyat o'zi tili uchun bayat tapitalash qilsa, zahmat qilsa, bir anjumanlarda tuzatsa, joy farhangini sozlasa, hamma zabonlarda rushd bersa, va xususan o'zini zabonisi uchun rushdi uchun bayat bunga ko'p tapitalash qilsa, zahmat qilsa, va qilsa kelib mardimlarda, javonlarda, toza javonlarda tashviq qilsa toyinki zabonimiz yaxshiroq rushd topsa.